Dahshatli vulqon otilishi sababli odamlarning hayoti xavf ostida qoldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Indoneziyaning shimoliy Maluku provinsiyasidagi Dukono vulqoni otilishidan keyin 1600 metr balandlikda kul sochdi. Vulqonlarni kuzatish posti otilish mahalliy vaqti bilan tongga yaqin sodir bo'lganini ma'lum qildi deb xabar beradi Antara News. Bayonotda aytilishicha, dengiz sathidan 1087 metr balandlikda joylashgan vulqon otilishi natijasida 1,600,000 metr balandlikda kul otilib chiqqan. Rasmiylar vulqon atrofida yashovchi odamlarni niqob taqish haqida ogohlantirdi. Dukono vulqoni Indoneziyadagi eng faol vulqonlardan biri sifatida tanilgan. Indoneziyada 130 ga yaqin harakatdagi vulqonlar mavjud bo'lib, ular zilzilalar va Tinch okeani olov halqasi vulqonlari mintaqasida joylashgan deyiladi xabarda.